Sessiya ishiga tuman hokimligi boshqaruv apparatining mas'ul xodimlari, jamoat tashkilotlari rahbarlari, huquqni muhofaza qiluvchi organ rahbarlari, tumandagi tegishli tashkilot rahbarlari, xalq deputatlari, siyosiy partiyalar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etmoqdalar. Taklif etilganlarning barchasi sessiya ishida qatnashmoqda. Sessiya o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, biz sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Sessiya kotibligiga 3-Chig'irchi saylov okrugidan deputat Tosheva Aziza Haydaraliyevna saylansin degan taklif kiritilmoqda. Boshqa takliflar yo'qmi? Ma'qullansin degan o'rtoqlarni qo'l ko'tarib tasdiqlab beradi. Yoshlar so'raydi. Tushuringlar. Qarshilar, e'tiroflar yo'q. Tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, bugun sessiyaning kun tartibini va ish reglamentini tasdiqlab va kelishib olishimiz kerak. Sessiya kun tartibiga quyidagi masalalar kiritilmoqda. Menimcha hammalaringizga qo'llaringizga tarqatilgan. O'qib berishga hojat bormi? Kimda kim ushbu qo'shimcha taklif bo'lmaydimi? Yo'q. Kimda kim ushbu taklif kun tartibiga ushbu kiritilgan masala tasdiqlansin degan o'rtoqlarni qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Tushuringlar. Qarshilar, betaraflar yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Endi sessiya reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Ma'ruza uchun 15 minut so'rayaptilar. So'zga chiquvchilar va munosabat bildiruvchilar uchun 8 daqiqagacha. Savol javoblarga 5 daqiqagacha. Ma'qulmi sizlarga shu? Kimda kim rozi bo'lsa agar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishasiz. Tushuringlar. Qarshilar, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Kun tartibidagi birinchi masala Peshku tumanidagi 26-yilda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha belgilangan maqsadli ko'rsatkichlarni tasdiqlash to'g'risida mazkur masala yuzasidan so'z Peshku tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi boshlig'i Umarov Tal'atjon Temirovichga beriladi. Marhamat. Fotoğrafı gidiyor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O'zbekiston Respublikasi Prezidentligining 2026 fevraldagi Prezidentlik sonini 2026 yilda hududlariga 20 kunlar asosida
25,690 nafar aholi daromadi inshootlarni ta'minlash sifatida belgilab berilgan. Jumladan birinchi yo'nalishga doimiy ish o'rinlarini hisobiga 405 nafar yangi ish o'rinlari yaratilgan. Bundan umumda loyihalarni ishlab chiqarish hisobiga 239 nafar, xizmat ko'rsatish va servis loyihalarini ishlab chiqarish hisobiga 893 nafar, qishloq xo'jaligi sohasida 581 nafar, qurilish sohasida 208 nafar, qo'shma ish o'rinlariga joylashtirish hisobiga 518 nafar, moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali 286 nafar aholini doimiy joylashtirishga ikkinchi yo'nalishimiz ish o'rinlarini qo'ldan chiqarish va rasmiy mehnat faoliyatiga joylashtirish hisobiga 3174 nafar aholini ma'lumot ta'minlashni rejalashtirganmiz. Shundan soliq inspeksiyasi 1190 nafar, inson ijtimoiy xizmatlar markazi 301 nafar, kambag'allik saqlash bandligini hurmatlash bo'limi 450 nafar, qishloq xo'jaligi bo'limi 382 nafar, transport boshqarmasi 529 nafar, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limi 317 nafar, turizm boshqarmasi 10 nafar aholini so'ydan chiqarib bandligini ta'minlashga belgilangan. Uchinchi yo'nalish aholi daromadini oshirishga qaratilgan xizmatlarga amal qilish hisobiga 18,684 nafar fuqarolarni daromadini rejalashtirilgan. Shundan kambag'allik qisqartirish va bandlik ko'maklashtirish bo'limi tomonidan jami 3,9 nafar aholi daromadini oshirish belgilangan. Jumladan mikroloyihalarni tashkil etish hisobiga 3,3 nafar, Omar havoyi va ijara yer maydonlarini samarali foydalanish hisobiga 245 nafar, kasblarga vaucher va buyurtma asosida o'qitish loyihalari hisobiga 350 nafar. Beringlar savollar bo'lsa. Munosabat bildiruvchilar. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar. Dunyodagi yo'nalishlar bo'lsa, unda ko'chati Eronga bo'lgan hujumni hisoblasak, biz 60 ta davlatga jang boshlandi, jang bo'libdi birinchi yillarga. Demak, bizni chetda yurgan fuqarolarimiz keladi. Bularni ishga joylashtirish bo'yicha nima qilyapti? Vazirlik o'zi nimasi bor? Satış qilganmi? Sen rolling yo'qmi? Yo'q, bizlar rolimiz yo'q. Bizlar kelishmaganlar. Ular o'zi tasdiqlaydi, ular ish qilishi o'shadan mana o'shadi. Endi men qisqaroq qilib javob berishga harakat qilaman. Mana shu yil to'g'risi hamma savol kirgandan keyin bitta razzo bo'lib ketdim. Mana tibbiyot xodimlari o'tgan yil nechta ishlarda nechta ishga joylashdi. 55 million odamni olishga joylashmagan bular. Bular bitta narsani bas qilyapti. Aytyaptiki, hozir agar biz yo'nalishni boshlatsak, zamonaviy o'g'ri ketadi, bizga pul tushmaydi, u bo'ladi. Bu ikkinchi masala. O'g'ri tushadi, boshqa bo'ladiki, biz ishlab chiqargan narsamizni ertaga xaridor bo'lmasa nima qilamiz? O'zing yo'nalishni buyurtma ko'pni o'zgartirdi. Men bilan joni chiqdi, ko'p narsa. Men oldin mana boshqa fakultetlarni yaratdik, boshqa yo'nalishlarni. Favor yo'nalishga qo'ysam odam topshirmaydi. Topshirmasa kerak favor yo'nalishga qo'yib, ertaga mana o'rta tibbiyot xodimi bo'lib kelgandan keyin u ishlab bilmasa, shaxsi bitta ikkitasi keling o'ng foyda o'tar shaxsdan. Qishloqlarga borib endi mehmonxonani yo'q xonadonni bir joyini o'sha yerda bino bo'lsa, shunga bir shaxsi qilib ishlab, u men lekin shaxsi qilib ishlab qancha favor qilish kerak? Favor qila olmaydi. Ikkinchi navbatda mana o'shanga odam kelish kerak. Endi masalaga bir necha marta misollar ham aytganman. Shu qo'lidan ish kelmasa, ukol qilib bilmasa, unga biron kishi yaqin kelmaydi. U bera bankaga kirsa, bankaga endi majburdan boradi, boshqa qiladi degan, sal o'tirgan hech kim kelmaydi, pul beriladi. Pulga beriladigan odamlar, pul bilan keladigan odamlar qo'li yengil deymiz-ku. O'shanaqa bir hech qanaqa moliyaviy bir tashkilotlar odamga boradi. Mana shu bizni qishloqda ham 20-30 ta bor. Lekin bitta ikkitasiga boradi. Qolganlarga borilmaydi. O'shalar tinim bilmaydi bitta ikkitasi. Endi bu narsa baribir mavlayman joyga tushib ketadi. Bu yil asosiy yo'nalishda mana shu chet elga boradigan gruppa qilib boshidan chet elga ishga boradigan, tilni o'rganadigan qilib qo'ydik. Oldingi yil bo'lmagan 2 yil bu narsa biz bu yil berganimiz 3 yildan keyin yetib keladi. Bu yil o'zgartirganmiz. Bu 3 yilgacha shu narsa kirib kelganlar bor. Endi mana oshpazlar bo'yicha savol berdik, juda o'rinli savol. Men bu narsa bo'yicha takriban bir necha marta berdim. Mana oshxonalarimizda borasiz hozir menga baliq olib kelsangiz, bir kilo baliq ketib yo'q.
sizga ratsion bo'yicha necha gram qoladi? Bugun mana shu yeyishingiz kerak bo'lgan ovqatli ichida go'sht 1 kilo, 1 kilo jizni ketib qo'yadi. Yo 4 porsiya ketib qo'yadi. Mumkin bo'lmagan, chunki bilmaydi u, o'qishlik o'qimagan, boshqa qilmagan. Mana endi ko'p chaqchaq qilib beradi. Yaqinda shu Turkiyaga borganda ham mana bir restoranga kirdim. Aytilganini aytaman. Mana bu kerak emas, bu kerak desa yo'q deydi, bu ratsionda bor bu narsa deydi. Uni deydi, olasan, buni yeyishing kerak deydi. Yana bu go'sht bilan buni yeyishing kerak degan gap aytadi. Bo'lmasa kasal bo'lasiz. Ha, bo'lmasa bu narsa qanday ta'zim bo'lmaydi, boshqa ta'sir qiladi. Keyin mana bu nimada ham ko'p kinolarni ko'ramiz, mana shu koreys kinolarni ko'ramizki, ekzamen topshirib, o'qish tugatgandan keyin ham nechta tanlovdan o'tib, bitta oshxonaga chiqadi. Yo bitta gastinisaga, yo bitta restoranga chiqadi. Bizankilar amasini o'tayotganga o'xshagan, o'qigan o'zidan o'rib o'tirgan paytda yoshlarcha xizmat qiladi. Yo'qoladi. Mana bu narsalarga chek qo'yish kerak bo'ladi. Sen bu yerda vazifani ko'rish kerak. Sen bilan kelishmaydi, uydi, buydi degan narsalar bilan o'zingni oqlashingga hojat yo'q. Shuni sohani kattasan. Sen shu sohada tishing bor. Shu tishingni ko'rsatishing kerak. Shu tishingni uzib olishing kerak. Sen qonunlaringda hammasiga seni pozitsiyang qanaqa bo'lish kerakligi yozib qo'ygan. Vazifani yozib qo'ygan, nima qilishing kerak, nima qilishing kerak. Hamma aloqani ko'rmagan joyni o'zi yo'q. Shuning uchun odamlarga chiqarib, birinchi navbatda u uchun o'zlaringga bilish. O'sha xodimlaring bilish tushunish kerak, nima ish qilayotganligini, nimadan nima qilib chiqsin. Endi bir gap yo'q, mana sani qator olmoqchi emasman, lekin bu soha bo'yicha ko'p ishlarimiz To'g'ri bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Agar qaror loyihasi asos uchun qabul qilinsin va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan taklif kiritilmoqda. Ayniqsa Hayot Hasanović hozir aytgan gaplari bu savollarni tayinlab 20 ta taklif turadi. Bu degani soyadagi nima? Shuni deydimi, tenovoy ekan mumkin-da, shu. Nima deysizlar? Rozi bo'lganlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishni so'rang. Tushuninglar. Qarshilar, betaraflar yo'q. Qabul qilindi. Kun tartibiga navbatdagi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-2030 yillarda bolalar saratoniga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 186 qaror ijrosining doirasida qilingan ishlar to'g'risida ma'ruza uchun so'z tibbiyot birlashmasi davolash bo'yicha boshliq o'rinbosari Saidov Dilshod Qurbon o'g'liga beriladi. Marhamat. Qaror ijrosi doirasida Beshko'l tuman tibbiyot birlashmasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan taqdim etilmoqda. Ushbu qarorga asoslanib Beshko'l tuman tibbiyot birlashmasida tegishli yo'l xarita ishlab chiqilgan, mas'ul xodimlar biriktirilgan ushbu qaror ijrosini ijrochisi etib tuman tibbiyot birlashmasi ko'p tarmoqli markaz poliklinika onkologiya yuklatilgan. Ushbu qaror asosida 2025-2030 yillarda O'zbekistonda bolalar saratoniga qarshi kurashning asosiy maqsadlari etib quyidagilar belgilangan. Birinchisi, bolalar saratonini erta aniqlash yuzasidan yashovchanlikni birinchi yilda 65% ga oshirish. Yana bor, aniqlangan 14 nafar gumonxonni bizlarga to'g'ridan to'g'ri mammografiya qilinadi. Bu Toshkent xulosa beradi. Respublikaga olingan. Ular gumonlar onkologiya markaziga chaqirib olinadi. Aniq qonun bilan. Yani o Hisobotda sağlama bo'ldi, masala bo'ldi. Patronajda borib, mana shu ko'krak saratoni bo'yicha nima beradi dedi. Tushuncha beradi dedi, ya. Bular o'zi qanchalik biladi ko'krak saratoni bo'ladi, umuman saraton kasalligini kelib chiqish sabablarini yoki uni belgilarini o'zi qanchalik biladi bu patronaj? Ularning asosiy vazifasi tashxislash emas, yo'naltirish, diagnostikadan o'tkazishga jalb qilish, shuni targ'ibot ishlaridan Sen şimdi belgiler orada. Ben doktor olmasam, lekin ben o'zim internetda o'qib ko'raman masalan. Nima qanaqa belgisi bo'ladi, nima bo'ladi, nimadan boshlanadi. Bu narsalarni ular bilmaydi. Men chunki bu narsani o'zim savol beryapman. Qaysi OSHPga yoki EPga borib patronajlar bilan gaplashsam agar, borib bitta xonadonga kirib bitta davlatni o'lchab boshqarasiga e'tibor berib kelgan holatlar bor. Bormasdan ham turib yurgan holatlar bor. Bir nechasini ishdan olishga topshirib berdim o'zim. Men nima demoqchiman, birinchidan ular ustiga ishlash kerak. Bilmaydi bular. O'sha nimalar patronajlar bilmaydi. Bularni qanaqadir o'quv tashkil qilish kerakmi yoki bu narsani tushuntirish kerakmi ularga?
keyin mana tabiiy nimasi bo'lsa, masalan, davolari bor. Mana vaqtiga qo'llar urmagan, sankiga o'xshagan saraton tumorlariga xinikatlar bo'lmagan, yoki morfin bo'lmagan, o'sha paytda kasallik davolangan-ku. Tabiiy yo'llari bor. Shuni targ'iboti bugungi kunda hech kim qilmayapti. Chizmoqning qanchalik ahamiyati bor, bu nimada yo'nalishda yo'q, boshqa narsalar qanaqa yo'nalishi bor. Hamma og'zi o'rniga to'ldirib tilla qilib yuradi. To'g'rimi? Mana shu zarari bormi? Maraton musobaqa qilganmi? Endi men nima demoqchiman? Bu narsani birinchi navbatda o'zingiz bilishimiz kerak. Patronaj degan inson mana shu narsani ichiga kirib, mutaxassis bo'lish kerakda, o'sha borgan paytda birinchi belgisidan nimadan boshlanadi bu maraton? Qanday bo'ladi bu narsa? Shu narsani bilish kerak birinchi navbatda. Mana hozir juda ham ko'p ayollarda nima deydilar, shu ko'krak saratoni ekanligini endi mana bu yerda aytish mumkindir. Miyon degan narsalar shunaqalardan ko'p narsaga tushib ketadi. Bu birinchidan o'sha ayollar sog'lom turmush tarziga rioya qilmasligidan kelib chiqdi bu narsa. Keyin yana bir narsa, shu narsani bilmaslik natijasida mana bu tandirga kiradi, boshqa kiradi, u ish qiladi, bu ishni qiladi, mana shu holatda bu narsa kuchayib ketadi. Mana bu narsalarni erta aniqlasak, shuni oldini olsa, uni mana bu nima deydi, mantiqiy musbat deydimi? Bunaqa nimalar bor, mikrokasbning degan narsalar bor. Mana bu narsalar ba'zi bir arzimagan narsalardan hal bo'lib ketadi. Ba'zi bor shaqqilatib olamasini kesyapti. Yosh masalan kelinchak boshqa, lekin shuni o'qituvchi doktorlar mana Toshkentga borgan katta biladigan doktorlar bir marta to'g'ri o'ylab ketadigan darajalar bor, to'g'rimi? Mana bu ishlarni qilmayapti. Boshqa narsa